Assalomu alaykum. Hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz, buvijonlar va bobojonlar, shuningdek yaqinlari pensiya olayotgan barcha tomoshabinlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pensiya guvohnomasi bilan bog'liq tartib o'zgarayotgani, ayrim holatlarda eski qog'oz guvohnomaga ehtiyoj qolmayotgani va bu oddiy pensioner uchun nimani anglatish haqida gaplashamiz. Bu xabarni beparvo qoldirmang. Chunki u pensiya oladigan har bir oilaga tegishli. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu mavzuni mish-mish bilan emas, oddiy odam tushunadigan tilda, amaliy misollar bilan tushuntirib beraman. Eng avvalo, men bitta narsani aniq aytib qo'yaman. Pensiya guvohnomasi bekor qilinmoqda degani, pensiya o'zi bekor qilinmoqda degani emas. Bu juda muhim farq. Ko'pchilik aynan shu joyda xavotirga tushadi. Guvohnomam bo'lmasa, pensiyam to'xtab qoladimi? Bank pul bermaydimi? Dorixonada yoki transportda imtiyozim o'tmay qoladimi? degan savollar paydo bo'ladi. Men bugun shu savollarning har biriga tartib bilan javob beraman. Avvallari pensioner ekaningizni tasdiqlash uchun asosiy hujjatlardan biri pensiya guvohnomasi edi. Bu kichik qog'oz yoki plastik ko'rinishdagi hujjat odamning pensiya olishini, qaysi turdagi pensiya tayinlanganini, ayrim hollarda nogironlik yoki yoshga doir pensiya maqomini ko'rsatib turardi. Pensioner banka borganda, ayrim tashkilotlarda imtiyoz so'raganda, sanatoriy dorixona, ijtimoiy yordam yoki boshqa xizmatlarda aynan shu guvohnomani ko'rsatardi. Lekin yillar davomida davlat xizmatlari elektron tizimga o'ta boshladi. Pensiya jamg'armasi, banklar, mahalla, ijtimoiy himoya organlari va boshqa idoralar ma'lumotlarni qog'ozdan emas, elektron bazadan tekshiradigan bo'ldi. Ya'ni sizning pensioner ekaningiz endi faqat qo'lingizdagi guvohnoma bilan emas, davlatning axborot tizimlarida mavjud yozuvlar orqali tasdiqlanadi. Mana shu o'zgarish odamlar orasida pensiya guvohnomasi bekor qilinyapti degan gapni keltirib chiqarmoqda. Men bu yerda oddiy qilib tushuntiraman. Ilgari hujjatning o'zi asosiy dalil bo'lgan bo'lsa, hozir asosiy dalil elektron bazadagi ma'lumotga aylanmoqda. Qog'oz guvohnoma yo'qolsa, yirtilsa, eskirsa yoki uyda qolib ketsa, bu siz pensioner emassiz degani bo'lmaydi. Agar tizimda pensiyangiz tayinlangan bo'lsa, sizning huquqingiz saqlanadi. Lekin amaliy hayotda ayrim joylarda hali ham eski odat qolgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun men sizga qaysi holatda nima qilish kerakligini aniq aytaman. Ilgari pensiya tayinlanganda odamga alohida guvohnoma berilar. Ko'p hollarda pensioner shu hujjatni doimida olib yurardi. Masalan, 63 yoshli erkak yoshga doir pensiyaga chiqqan bo'lsa, unga pensiya tayinlangani haqida qaror chiqarilgandan keyin guvohnoma rasmiylashtiriladi. Ayol kishi 60 yoshga yetib pensiya olganda ham xuddi shunday. Nogironligi bo'lgan shaxs esa pensiya yoki nafaqa turi, nogironlik guruhi bilan bog'liq hujjatlar alohida tekshirilardi. Hozir esa jarayon tobora elektronlashmoqda. Pensiya tayinlangani miqdori, to'lov holati, bank kartasiga o'tkazilishi, yashash manzili, shaxsiy ma'lumotlar tegishli elektron bazalarda aks etadi. Bank xodimi, davlat xizmatlari markazi yoki vakolatli tashkilot kerak bo'lsa, ma'lumotni tizim orqali tekshirishi mumkin. Shuning uchun ayrim holatlarda pensionerdan qog'oz guvohnoma talab qilish ortiqcha byurokratiyaga aylangan. Bu o'zgarishning maqsadi nimada? Birinchidan, hujjatbozlikni kamaytirish. Ikkinchidan, soxta guvohnoma yoki eskirgan ma'lumotlar bilan bog'liq muammolarni oldini olish. Uchinchidan, pensionerning ovora bo'lishini kamaytirish. Masalan, guvohnomani yo'qotib qo'ygan odam avvallari qayta olish uchun idoraga borishi, ariza yozishi kutish kerak bo'lgan. Endi agar asosiy ma'lumot elektron bazada bo'lsa, ko'p xizmatlar shu bazadan foydalanishi mumkin. Lekin shu yerda muhim nuqta bor. Elektron tizimga o'tish hamma joyda bir kunda mukammal ishlaydi degani emas. Qishloq joylarda, kichik tashkilotlarda yoki ayrim xususiy xizmat ko'rsatuvchi joylarda xodimlar hali ham guvohnomangiz bormi deb so'rashi mumkin. Bu holatda pensioner vahimaga tushmasligi kerak. Sizning vazifangiz shaxsni tasdiqlovchi hujjat, ya'ni pasport yoki ID karta bilan o'zingizni ko'rsatish. Kerak bo'lsa, pensiya tayinlangani haqida ma'lumotnoma olish yoki elektron tasdiqni ko'rsatishdir. Avvalo, yoshga doir pensiya olayotgan oddiy pensionerlar xavotir olmasligi kerak. Agar siz har oy pensiyangizni bank kartangizga olayotgan bo'lsangiz, pensiya miqdori o'z vaqtida tushayotgan bo'lsa, bankda muammo bo'lmasa, guvohnomaning bekor qilinishi yoki
qog'oz shaklida talab qilinmasligi sizning pensiyangizni yo'q qilmaydi. Siz avvalgidek pensiyangizni olaverasiz. Masalan, Toshkent viloyatida yashaydigan 6-7 yoshli Rahmat aka har oy 2 million 1 ming so'm pensiya oladi. Uning eski pensiya guvohnomasi uyida saqlanadi, lekin bank kartasi orqali pul tushadi. Agar guvohnomadan foydalanish tartibi o'zgarsa ham, Rahmat akaning pensiyasi avtomatik to'xtab qolmaydi. Chunki pensiya tayinlangani haqidagi asosiy ma'lumot tizimda bor. Unga eng kerakli hujjat hozir pasport yoki ID karta. Bank kartasi va zarur hollarda pensiya jamg'armasidan olinadigan ma'lumotnoma bo'ladi. Ikkinchi misol, Oltin 2 yoshli Malika opa pensiyasini naqd pul ko'rinishida emas bank kartasiga oladi. U dorixonada yoki tibbiy muassasada pensioner sifatida imtiyoz so'raganida avvallari guvohnomasini ko'rsatgan. Endi tashkilot elektron bazadan tekshirib olsa, undan guvohnoma talab qilinmasligi mumkin. Agar xodim baribir so'rasa, Malika opa mening pensiya ma'lumotim elektron tizimda bor. Pasportim orqali tekshirib bering deb aytishi kerak. Agar joyda tekshirish imkoni bo'lmasa, u pensiya jamg'armasi bo'limidan yoki davlat xizmatlari orqali ma'lumotnoma olishi mumkin. Lekin ayrim toifadagi odamlar e'tiborliroq bo'lishi kerak. Masalan, yaqinda pensiyaga chiqqanlar. Hujjatlari to'liq elektron bazaga kiritilmaganlar, familiyasi o'zgarganlar, yashash manzilini almashtirganlar, bank kartasini yangilaganlar. Nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotganlar o'z ma'lumotlarini tekshirtirib qo'ygani yaxshi. Chunki muammo guvohnoma bekor bo'lganidan emas, bazadagi ma'lumotlar noto'g'ri yoki eskirgandan chiqadi. Masalan, bir ayol turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirgan, lekin pensiya hujjatlarida eski familiyasi qolgan bo'lishi mumkin. Bankda esa yangi ID karta bo'yicha ma'lumot turadi. Shunda ayrim tekshiruvlarda mos kelmaslik paydo bo'ladi. Bu pensiya bekor bo'ldi degani emas, lekin hujjatlarni moslashtirish kerak degani. Yana bir misol, odam boshqa tumanga ko'chib o'tgan, lekin pensiya ishi eski manzilda qolgan. Bunday holatda to'lov davom etishi mumkin. Ammo ma'lumotnoma yoki qo'shimcha xizmat kerak bo'lganda chalkashlik chiqadi. Birinchi muhim qoida: pensiya huquqi guvohnoma bilan emas. Pensiya tayinlash qarori va elektron ma'lumotlar bilan belgilanadi. Guvohnoma faqat tasdiqlovchi hujjat vazifasini bajargan. Agar u qog'oz shaklida berilmasa yoki eski guvohnoma yaroqsiz bo'lib qolsa, sizning huquqingiz avtomatik yo'qolmaydi. Ikkinchi qoida: pensioner ekaningizni tasdiqlash uchun shaxsni tasdiqlovchi hujjat juda muhim. Hozir ID karta yoki pasport asosiy hujjat hisoblanadi. Ko'p joylarda aynan shu hujjat orqali tizimdan tekshiruv amalga oshiriladi. Shuning uchun pensionerlar pasport yoki ID kartaning amal qilish muddatiga e'tibor berishi kerak. Hujjat muddati o'tib ketgan bo'lsa, boshqa xizmatlardan foydalanishda muammo bo'lishi mumkin. Uchinchi qoida: pensiya miqdori, turi va to'lov holatini vaqti bilan tekshirtirib turish kerak. Men buni har oy idora yurish kerak degani uchun aytmayapman. Lekin yiliga kamida bir marta, ayniqsa pensiya miqdori oshirilganda, qayta hisob-kitob qilinganda, ish staji bo'yicha qo'shimcha hujjat topilganda yoki oilaviy holat o'zgarganda ma'lumotlaringizni tekshirish foydali. 4-qoida: har qanday o'zgarishni eshitganingizda darhol pensiyamni olib qo'yishadi deb o'ylamang. Pensiya guvohnomasining bekor qilinishi yoki elektron shaklga o'tishi odatda ma'muriy tartibni soddalashtirishga qaratilgan bo'ladi. Eng katta xavf odamning o'zi noto'g'ri tushunib, kerakli hujjatni yangilamay yurishida yoki firibgarlarga ishonib qolishida. Tasavvur qiling, 7 yoshli pensioner bankka borib, kartasini yangilamoqchi. Bank xodimi undan ID karta so'raydi. Pensioner esa eski pensiya guvohnomasini ko'rsatadi va men pensionerman deydi. Lekin bank uchun kartani yangilashda birinchi navbatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat kerak. Bu holatda pensionerning guvohnomasi bor yo'qligi asosiy masala emas. Asosiy masala uning shaxsi to'g'ri aniqlanishi va bank tizimidagi ma'lumotlar mos kelishi. Yana bir vaziyat: 65 yoshli ayol kommunal to'lovlar bo'yicha imtiyoz yoki yordam haqida so'ramoqchi. U mahallaga boradi. Mahalla xodimi undan pasport, yashash manzili, oila tarkibi, pensiya olishi haqida ma'lumot so'rashi mumkin. Agar pensiya guvohnomasi endi talab qilinmasa, bu ayol yordamdan mahrum bo'ladi degani emas. Unga zarur bo'lsa, pensiya olishi haqida ma'lumotnoma chiqariladi yoki elektron tizim orqali tekshiriladi. 3-misol: nogironligi bo'lgan shaxs pensiya yoki nafaqa oladi. Unga
tibbiy mehnat ekspertiza komissiyasi yoki boshqa vakolatli organ tomonidan nogironlik holati belgilangan. Bu yerda pensiya guvohnomasidan tashqari nogironlikni tasdiqlovchi elektron yozuv va tegishli hujjatlar ham muhim. Agar guvohnoma shakli o'zgarsa, nogironlik maqomi o'z-o'zidan yo'qolmaydi. Lekin muddatli nogironlik bo'lsa, qayta ko'rik sanasini o'tkazib yubormaslik kerak. Chunki to'lov aynan guvohnoma sababli emas. Belgilangan muddat tugagani sababli to'xtashi mumkin. 4-misol, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan bola yoki talaba bor. Bu toifadagi pensiyalar yo'q. O'qish holati yoki boshqa shartlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar talaba kunduzgi ta'limda o'qiyotganini tasdiqlamasa, to'lovda muammo chiqishi mumkin. Bu ham pensiya guvohnomasi bekor qilingani uchun emas. Shartlar bajarilmagani yoki ma'lumot vaqtida yangilanmagani uchun yuz beradi. Endi eng ko'p chalkashadigan joylarga kelamiz. Birinchi nozik jihat shuki, davlat tizimida qog'oz guvohnoma talab qilinmasligi mumkin. Lekin ayrim xususiy tashkilotlar o'z ichki tartibi bo'yicha tasdiqlovchi hujjat so'rashi mumkin. Masalan, ayrim sanatoriylar, xizmat ko'rsatish markazlari yoki chegirma beradigan joylar pensioner ekaningizni tasdiqlang deyishi mumkin. Olib berilmagan bunday vaziyatda siz eski guvohnomani ko'rsatishingiz, ID karta orqali tekshirtirishingiz yoki pensiya ma'lumotnomasini taqdim etishingiz mumkin. Ikkinchi nozik jihat, eski guvohnomani tashlab yuborishga shoshilmang. Agar rasmiy tartibda u endi majburiy bo'lmasa ham, uyda saqlab qo'yish zarar qilmaydi. Ayniqsa keksalar uchun eski hujjatlar ba'zan qo'shimcha dalil sifatida kerak bo'lib qoladi. Men har doim shuni maslahat beraman. Eski hujjatni yo'q qilmang, lekin uni yagona asosiy hujjat deb ham o'ylamang. 3-nozik jihat, firibgarlar. Har safar pensiya, nafaqa, guvohnoma, bank kartasi haqida o'zgarish chiqsa, ayrim firibgarlar bundan foydalanishga urinadi. Ular telefon qilib, pensiya guvohnomangiz bekor bo'lyapti, kartangizni yangilab beramiz, SMS kodini ayting deyishi mumkin. Yoki ma'lumotlaringizni bazaga kiritish kerak. Pasport rasmini yuboring deb aldashi mumkin. Men qat'iy aytaman, hech kimga telefon orqali bank kartangiz kodini, SMS parolni, karta raqamingizning to'liq ma'lumotlarini bermang. Pensiya jamg'armasi yoki bank xodimi sizdan SMS kod so'ramaydi. 4-nozik jihat, pensiya to'xtashi mumkin bo'lgan holatlar bor, lekin ular guvohnoma bekor bo'lishi bilan bog'liq emas. Masalan, odam uzoq muddat pensiyasini olmay qo'ysa, yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar aniqlashtirilmasa, hujjatlarda jiddiy nomuvofiqlik bo'lsa, muddatli nafaqa sharti tugasa, chet elga doimiy yashashga ketish bilan bog'liq alohida tartiblar bo'lsa, to'lov vaqtincha tekshiruvga tushishi mumkin. Bunday holatda sababni aniq bilish kerak. Vahma bilan emas, hujjat bilan hal qilish kerak. 5-nozik jihat, pensioner ishlayotgan bo'lsa, ayrimlar guvohnoma bekor bo'lsa, ishlayotgan pensionerning pensiyasi o'zgaradimi deb so'raydi. Bu masala guvohnomaga emas, pensiya qonunchiligidagi hisob-kitob va to'lov tartibiga bog'liq. Ishlayotgan pensioner ham elektron bazada pensioner sifatida ko'rinadi. Agar qonunda qayta hisoblash, ish staji qo'shilishi yoki boshqa tartiblar bo'lsa, ular alohida ko'rib chiqiladi. Endi men pensionerlar va ularning farzandlariga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, shaxsni tasdiqlovchi hujjatni tekshiring. ID karta yoki pasportingiz amal qilish muddatida bo'lsin. Familiya, ism, tug'ilgan sana, JSSH raqami, yashash manzili kabi ma'lumotlar boshqa hujjatlardagi ma'lumotlar bilan mos bo'lishi kerak. Agar xato bo'lsa, avval shuni to'g'rilash kerak. Ikkinchi qadam, pensiya to'lovingiz muntazam tushayotganini kuzating. Bank kartangizga har oy pul tushyaptimi? Miqdor kutilganidekmi? Oshirilgan pensiya hisobga olinganmi? Shuni tekshiring. Agar bir oy pul tushmasa, darhol xulosa chiqarmang. Avval bankdan texnik kechikish yo'qligini so'rang. Keyin pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. 3-qadam, kerak bo'lsa, pensiya olishingiz haqida ma'lumotnoma oling. Buni Davlat xizmatlari markazi, tegishli elektron xizmatlar yoki pensiya jamg'armasi orqali olish mumkin. Ma'lumotnomada sizning pensiya olishingiz turi, ayrim hollarda miqdori yoki tayinlangan sanasi ko'rsatiladi. Bu hujjat eski guvohnoma o'rnida ko'plab joylarda yordam beradi. 4-qadam, eski pensiya guvohnomasini, pensiya tayinlash qarorini, mehnat daftarchasi nusxalarini, arxiv ma'lumotnomalarini, nogironlik yoki o'quvchisini yo'qotganlikka oid hujjatlarni bitta papkada saqlang.
Farzandlaringizga ham qayerda turganini aytib qo'ying. Keksalar ko'pincha hujjatlarni turli joyga qo'yib yuboradi. Keyin kerak bo'lganda topilmaydi. Hujjat bor bo'lsa, masalani hal qilish ancha osonlashadi. 5-qadam. Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, tayinlash jarayonida berilgan barcha ma'lumotlarni tekshiring. Ish staji to'liq kiritilganmi? Oylik ma'lumotlari to'g'ri olinganmi? Imtiyozli davrlar hisoblanganmi? Harbiy xizmat, dekret davri, korxona yopilgan bo'lsa, arxiv hujjatlar inobatga olinganmi? Shularni aniqlang. Chunki pensiya miqdoriga eng katta ta'sir qiladigan narsa guvohnoma emas, hisob-kitobning to'g'riligidir. 6-qadam. Agar biror tashkilot sizdan eski pensiya guvohnomasini talab qilib, boshqa hujjatni qabul qilmasa, xotirjam gaplashing. Menda ID karta bor. Pensiya ma'lumotim elektron bazada tekshiriladi. Kerak bo'lsa rasmiy ma'lumotnoma olib kelaman deb ayting. Agar baribir rad javobi berilsa, yozma asos so'rang. Og'zaki rad etish bilan ish bitmaydi. Yozma javob bo'lsa, keyin yuqori tashkilotga murojaat qilish oson bo'ladi. 7-qadam. Farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Ko'p pensionerlar elektron xizmatlardan foydalana olmaydi. Ular telefon ilovasini ochish, ma'lumotnoma yuklab olish, navbat olish yoki ariza yuborishda qiynaladi. Shuning uchun farzandlar oyda bir marta ota-onasining bank kartasi, pensiya tushumi, hujjat muddati va SMS xabarlarini tekshirib qo'ysa, ko'p muammolarning oldi olinadi. Agar pensiya guvohnomasi, pensiya ma'lumotnomasi yoki to'lov bo'yicha savolingiz bo'lsa, birinchi navbatda yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilasiz. O'zingiz bilan ID karta yoki pasportni oling. Agar vakil orqali murojaat qilinsa, ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Nogironligi bo'lgan shaxs nomidan yaqin qarindosh boradigan bo'lsa, qarindoshlikni yoki vakolatini tasdiqlovchi hujjat so'ralishi ehtimoli bor. Ariza yozganda masalani aniq yozing. Masalan, menga pensiya oluvchisi ekanimni tasdiqlovchi ma'lumotnoma kerak. Pensiya to'lovim kechikdi. Sababini aniqlab berishingizni so'rayman. Shaxsiy ma'lumotlarimni yangilashni so'rayman. Pensiya hisob-kitobimni qayta tekshirib berishingizni so'rayman. Ariza aniq bo'lsa, javob ham aniq bo'ladi. Agar hujjatlarda xato bo'lsa, tasdiqlovchi hujjatlarni olib boring. Familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki tegishli dalolatnoma. Tug'ilgan sana xato bo'lsa, tug'ilganlik haqidagi hujjat yoki sud qarori. Ish staji qo'shilmagan bo'lsa, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish joyidan berilgan hujjatlar. Bank kartasi bilan muammo bo'lsa, bank ma'lumotlari va karta rekvizitlari kerak bo'lishi mumkin. Men yana bitta muhim maslahat beraman. Murojaat qilganingizda hujjat topshirganingizni tasdiqlovchi qayd. Ro'yxat raqami yoki qabul qilingan sana haqida ma'lumot oling. Chunki keyin men topshirgandim deyishning o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Har bir ariza, har bir ma'lumotnoma, har bir javobning nusxasini saqlang. Eng katta xato mish-mishga ishonish. Kimdir mahallada guvohnoma bekor bo'lsa, pensiya ham qayta rasmiylashtiriladi ekan desa, darhol ishonmang. Rasmiy manbani tekshiring. Pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari yoki vakolatli idoradan so'rang. Ijtimoiy tarmoqlardagi qisqa gaplar ko'pincha to'liq tushuntirilmagan bo'ladi. 2-xato. Eski guvohnomani yo'qotib qo'yib, endi menga hech narsa kerak emas deb yurish. Guvohnoma asos hujjat bo'lmasligi mumkin. Lekin hujjatlar tartibda bo'lishi har doim foydali. Ayniqsa imtiyozlar, sanatoriy yo'llanmalar, moddiy yordam, tibbiy xizmatlar yoki sudga oid masalalarda eski hujjatlar ham kerak bo'lib qolishi mumkin. 3-xato. Bank kartasini begonalarga berish. Pensiya kartasi pensionerning shaxsiy moliyaviy hujjati. Uni qo'shniga, tanishga, notanish yordamchiga berish xavfli. Agar farzandingiz yordam bersa ham operatsiyalarni tushuntirib bersin. SMS kodlarini hech kimga aytmang. Karta yo'qolsa darhol bankka murojaat qilib bloklatish kerak. 4-xato. Pensiya miqdori noto'g'ri bo'lsa ham, shunaqa bo'lsa kerak deb yurish. Ba'zan odamning staji to'liq hisoblanmagan bo'ladi. Arxiv hujjati keyin topiladi, ish haqi ma'lumotlari yangilanadi. Bunday holatda pensiyani qayta hisoblash masalasi ko'tarilishi mumkin. Demak, guvohnoma emas, hisob-kitob va hujjatlar muhim. Bugungi mavzuning asosiy mazmuni shuki, pensiya guvohnomasi bo'yicha tartib o'zgarishi pensionerning pensiya huquqi bekor bo'ladi degan emas. Asosiy e'tibor elektron bazadagi ma'lumotlar. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat pensiya tayinlash qarori va to'lov holatiga qaratiladi. Qog'oz guvohnoma avvalgidek hamma joyda majburiy talab qilinmasligi mumkin.
Lekin eski hujjatlarni saqlab qo'yish baribir foydali. Men sizga tavsiya qilaman. Pasport yoki ID kartangizni tekshiring, pensiya tushumlarini kuzating, kerak bo'lsa rasmiy ma'lumotnoma oling. Hujjatlaringizni bitta joyda saqlang va hech qachon firibgarlarga SMS kod yoki bank ma'lumotlarini bermang. Agar muammo chiqsa og'zaki gap bilan cheklanmang. Pensiya jamg'armasiga yoki davlat xizmatlari markaziga aniq ariza bilan murojaat qiling. Sizningcha pensiya guvohnomasining qog'oz shaklida bekor qilinishi pensionerlar uchun qulaylikmi yoki qo'shimcha muammomi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoni ko'proq pensionerlar ko'rishi uchun like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda pensiya miqdori, qayta hisoblash, staj va imtiyozlar bo'yicha eng muhim savollarni batafsil tushuntirishda davom etaman.